alaykum. Hurmatli fermer akalar. Mana shu O'zbekugum nomli o'g'itimizdan mustaqil Alimardon fermer xo'jaligida tasqurug'ida boshladik. Xohlasa, hurmatli fermer akalar, boshladik. Tasqurug'da mustaqil Alimardon fermer xo'jaligida birinchisini sepyapmiz bu yerda. Birinchisini boshladik. Fermer akamizga so'z navbatini beramiz. Baq boshidan qanday bizni topishdi, qanday nima qildi, bizni chaqirishdi. Hozir shu yerimizga ishlab beringlar, ko'rsatib beringlar natijasini deb chaqirishdi. Shunga aka so'z navbatini beramiz hozir. Xohlasa mana sepishlarni boshladik. Buni biz mart oyida 20larida sepildi. Buning akamlarning mahsuloti. Buni natijasi bo'lganligi uchun buni endi 30 santiga endi yetib bordi bug'doyimiz. 30 santik bug'doyning hisobiga endi bir sepib ko'ray bu qishloqdagi yerga ham deb, avval natijasi mashinadan kam bo'lmadi. O'sha sepilgan maydon ajra bo'lyapti. O'shanga endi tempisini yapmiz. Akamlarda alohida chaqirib shuni bir o'zlarimga amaliy yordam qilib, nimaga deb akamlardan shu yoqqancha mahsulotni hozir sinab ko'ryapmiz. Donlarida nimalardan ko'rsatamiz. Bu hali Yaypanda seminar bo'lganda 1 litr olgansiz ekanda. Komil cho'ldagi yerga. Komil cho'ldagi yer eng unumdorligi past yer. Nima u yo, yaxshimi? Nimasi yer bandi 30 dan oshmaydigan yer edi. Eng past yerimizga sepib ko'rdik, ammo juda effektiv baland bo'ldi. Effektiv yaxshi bo'lganligi sababli keyin yana bu yerga ham sepaylik. Hozir yerimizga ham shu ketish uchun safar nima qildik endi. O'shadan ko'rganimiz eng og'ir yerda mashinadan kam emas. Hozir endi xudo xohlasa ham sepamiz. Bundan 10 kundan keyin bitta atasini topib ketsak, o'zani bu xohlash nechalarga keladi. Bir boshoqlarda ham bir donlarda bir ko'rsatib o'tamiz endi. Xudo xohlasa bu mana boshog'ida ham buni natijani ko'ramiz, boshog'ida ham. Donlarni bu to'q qilib ko'paytirib beradi, sifatli qilib beradi, xudo xohlasa. Alloh barakasini bersin. Hurmatli fermer akalar, bosinglar bu o'g'itdan. Mana natijani bitta emas. Mana juda ko'p joyda unumdorligi past yerlarda ham mana ko'rsatib beryapsiz akalar. Nimaga o'ylanasizlar, nimadan qo'rqyapsizlar? Bizning maqsadimiz sizlarni aldab pullaringni olish emas. Shu yerlaringni quvvatini oshirib, mahsulotlaringni ko'paytirib, sifatli qilib, sizlar kutgan natijani qilib berish maqsadimiz akalar.